qaysi vaqtda yuradi Termizga? Termizga har kun Termizga qaysi vaqtda yuradi? 18:00, 19:00, 21:05 larda yuradi Termizga. Termizga bilet narxi qancha? Termizga 170 ming so'm chipta narxi. Qarshiga qaysi vaqt va narxi qancha? Qarshiga 110 ming so'm chipta narxi. Qarshiga qaysi paytda? 8:45, 10:30 Qarshiga. 12:30 va 20:30larda har kuni yuradi. Umraga yo'q, bizda samolyot emas, avtobus qatnovlari hisoblanadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sizga ham. Kuningiz xayrli bo'lsin.